Oxir, yangi model kalaskaga qolsanmi? Ha, bu yeni kelgan kalaska, qara. Ko'rganmisan mana shunaqa dajdimikli kalaska? Yo'q, boshqa modelida bunaqa dajdimik bo'lmaydi. Bunda neobычный jihati poni yopilmaganda ozginasini klonka qilishgan, ya'ni farzandinglar ko'rib ketishligi uchun, qolgan joyini material qilingan. Bet misol uchun dajdimik, lekin betdan suv o'tadimi? Yo'q, material suv o'tkazmaydi. Mana qarab tur. Misol uchun mutga suv qo'yasan-ku, material joyiga. Mana suv tushmaydi. Bu yerda ham qo'ysang ham suv tushmaydi. Endi qara, bunaqa kalaskalarni men OLXda qidirsam, ishlatilganlarini 8 ming qo'yishyapti. Men bu kalaskani taxmin qil nech pul qo'yaman? 1 million qo'ysang kerak menimcha. Yo'q, 1 million qo'ymayman. Yangisini 8 ming qo'ymoqchiman obunachilarim uchun. Yangi korobkada olib ketishadi. Endi komplektida qarab tur, nimalar bor? Sumkasi bor. Mana bu qismini ertaga yomg'ir ketadigan kunlari, quyoshli kunlari yechib olib tashlashsa ham bo'ladi. Bitta zamokda yechiladi. Ko'rsam, oson. Yechib qo'yishadi. Endi qarab tur, ichida pashshaxonasi bor. Matras ham olib o'tirishmaydi. Matraslar ham zamokli. Ko'rasam, yechib yuvishga juda ham qulay. Nabodo ko'tarib ketishmoqchi bo'lsa, mana bunaqa ruchkalargacha bor. Ikkita yonida knopkani bosishadi, kamzinki qilib ishlatsa ham bo'ladi. Ikkalaskamdan qulay bo'lib yig'iladi. Kalaska ham o'tiradigan ham bo'ladi. Qarab tur. Ikkita yonida mexanizmi bor. Mexanizmni shuna taqishadi-da. Bu yerda knopkasi bor, bu yerda ham knopkasi bor. Knopkani bosib o'tkazishadi. O'tiraganda ham juda ham katta o'tiragan joyi. Necha yoshgacha o'tkazsa bo'ladi buni? Bunda 22 kilogacha maksimal bes berilgan, amortizatorlari ham bor. Qarang. O'nqir-cho'nqir yo'l yurishadi, amortizatorlari ham bor. Vidini qarang. Bemalol 5 to'da olib borsa ham bo'ladi. 8 ming so'm yo'q bunaqa narxga. Faqat Bebilishdan kelib olib ketishadi. Albatta, Bebilishga obuna bo'lib qo'yishsin, podpischiklaring.